Assalomu alaykum, biz kuzatib turganlarimiz akalar, ukalar, xudo xolasa mana keyingi nasosimiz ham sunovkasini qilib bo'lganmiz. Xabarlaring bor. Bundan oldingi videoda ham chiqarganmiz. 22 kilovatli sentrabijning nasos o'rniga biz 7,5 kilovatli glubinli nasos sunovka qilib berganmiz va bu yerda yana bitta nasos qo'ydik. 18 kilovatli nasosimiz 350 metr masofaga 250 turbada haydaydi. Shuni hisobga aytda bu yerda asosiy birinchi qilgan ishimiz o'zi asli 22 ning o'rniga 7,5 kilovat qo'yadigan bo'lgan edik. Buni yoniga yana bitta 18 qo'shtirib yuborishdi. Bu yerda tepaga olib chiqilishadi 7,5 kilovatimiz 22 past ishlamaydi. 18 miz 350 metr masofaga surib ketadi. Bu yerda misol mana shu bugun 3 kundan beri nasos yurmayapti. Buni sababi elektroshit yetib kelmayapti. Shitni ham o'zimiz qilamiz desak, akalarimiz o'zimiz tayyorlab olib kelamiz, tanishlarimiz bor deyishgan. Mana 3 kundan beri shit yetib kelmaydi. Shu paytgacha biz qo'yib yurgizib bo'lgan bo'lardik. Mana 3 kun vaqtimizni olmayapti. Boshqa ishlarimiz bor, misol O'rta So'raga borishimiz kerak edi. U ish ham mana surilib ketib qolyapti. Shuni hisobiga hamma narsani o'zimiz olib kelsak, ish tezroq bitadi akalar. Misol o'sha sizlar olib kelgan narxda olib kelamiz biz ham. Lekin mana bu yerda bizda 3 kundan beri ushlab o'tiribsizlar. Ishimiz ya yoqqa yurmaydi, yo bu yoqqa yurmaydi. Yo ketib bo'lmaydi yoki buni yurgizib bo'lmaydi. Mana shit yo'q, hech narsa yo'q. Nasoslar qo'yib bo'lingan, liniyalar tortib bo'lingan, bu yoqda shit yo'q. Shuni hisobiga ishimiz orqaga surilib ketyapti. Mabodo video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Asosiy ishimiz 7,5 kilovat nasosni 22 kilovatli nasosni o'rniga qo'yganmiz. Suv tashishlar 22 dan ham effektiv zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Lekin effekti ham zo'r. O'rtada bo'lsa, ko'rib turibsizlar 15 kilovat ekan, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Kanalga yangisilar obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Turizm metrga tashyapti. Bernolarda.